Qizimning tahlil natijalari chiqdimi? Chiqdi. Hali kech emas. Qizingizni 10 kun ichida operatsiya qilsak yaxshi bo'lib ketadi. Xudoga shukr. Lekin operatsiya juda qimmat. Qancha? 50 millionlar ketib qoladi. Nima? 50 million. Aka, siz harakat qiling. Men ham qarab turmayman. Iloji boricha homiy topishga harakat qilaman. Ruhiyatingiz tushirmang. Keling aka. Nima xizmat aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlaymi? Nima xizmat? Ha, menga mana shu uyni egasi kerak edi. Nima bo'ldi aka? Akam yo'q edi. Nima muammongiz bo'lsa menga ayting, o'zim hal qilaman. Uyni egasini saxovatpesha, kambag'allarga yordam beradigan odam deb eshitganman. Shu desangiz, qizim kasal bo'lib qoldi. 10 kun ichida operatsiya qilmasak o'lib qolar ekan. Shu operatsiyaga homiylik qilarmikin dedim. Uka, agarchi qizim operatsiyadan yaxshi chiqib, yaxshi bo'lib ketsa, uyda bo'ladimi? Qayerda bo'lsa, qanaqa xizmat bo'lsa men tayyorman, uka. Hamma xizmatlarni qancha desanglar qilib beraman. Shunga iltimos qilib kelgandim. Men aka oling. Keting aka. Muammongizni boshqa joyda qiling aka. Olmaysizmi pulni aka? Uka, meni noto'g'ri tushundingiz. Men tilamchi emasman. Senlar shunaqa sanlar,